Obunachilar, evakorlarimiz keldi. Evakorga aksiya beramiz. Birinchi farqini ko'rsatamiz, keyin narxini aytamiz. Oxirigacha kuzating. Mana bizning evakor orqasi suv shimimaydigan. Mana bu shaharda bor. Xo'sh. Farq ko'rinyaptimi? Farqini o'zing bitta ko'rsatib, chiroyligini qilib. Bortlarini qaranglar, timtika, chiroyli, zo'r chiqqan. Orqa qismlarini ham hammasini bitta ko'rsat. Mana bunisini yaxshilab ko'rib olinglar. Bortlarini qaranglar, timtika juda chiroyli turibdi. Mana bunisi suv shimiydigani. Bu orqa qismi. Orqa qismini unisini ham ko'rsat. To'g'ri. Negativlar uchun katta farq qiladigan narsa emas. O'sha kun bir kishi keldida bizda evakor narxi 240 ming so'm desam, sizlar aytaverasizlar, sotaverasizlar dedida 20 ming so'mga arzonidan olib keldi. Negativ jon, bu yerga qaragin yaxshilar. Mana bunga qara. Ozgina yana suv qo'ydim, ko'rdingmi? Ozgina suv qo'ydim. Suvni qisman qoldi. Ko'rinib turibdimi? Endi mana bu bizning evakorimiz. Suv qoldimi? Suv qolmaydi. Bu degani mashina sasimaydi. Evakorni qo'ygan paytingiz chiroyligidan bo'lib hamma joyni yopadi. Narxini obunachilarimiz uchun любой joyda ko'ringlar. 220 ming so'mdan qilib beramiz. Yana bir narsa aytamiz. Bu bozorga tortishaylik, sodalashaylik deydiganlar, akalar bu yerga kelmanglar. Boshqa joydan ko'raveringlar. Sodalashmaymiz, aksiya bo'ladigan ekan, foydalanamiz deydiganlar uchun 250 ming so'm sotib turgan evakorimiz obunachilarimiz uchun 220 mingdan qorasi Gentra mashinasigacha, Matizdan Gentra mashinasigacha. Yani Tracker Onyxlar boshqacha sal qimmatroq bo'ladi. Ham ranglilari ham qimmatroq bo'ladi. Sog' shavit, omon shavit kutib qolamiz. Dekabrda oxirigacha aksiya boshlandi.